Bu rasmda siz yon tarafga qaragan yigitni qiyofasini tomosha qilasiz. Lekin bu yerda qandaydir bir sir yashiringan topinch topganlar javobini kommentariyaga yozib qolaring. Like bosib do'stlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang. Haykaja topganlarga like bosaman, topolmaganlarni ziyraklikka ishonaman. Albatta obuna tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Bu savolni ko'p yillardan buyon ko'pchilik insonlar hozirgacha noto'g'ri javob berib kelishgan, lekin aniq javob topgan insonning o'zi yo'q. Balkim bugun kelib siz toparsiz ko'ramiz qanchalik aqlli va dono, bilimdon va ziyrak inson ekanligingizni bilib olamiz. Demak, xayolingizda tinmasdan charxbala bo'lib aylangan u yoki bu. Kommentariyaga yozib qo'ying, men esa har bitta yozgan kommentariyasiga o'qib boraman qanaqangi sir borligini. Topganlarga like bosib, topolmaganlaringizni ziyraklikka ishonaman. Siz uchun esa 10 sekund vaqt beraman, video oxirida esa aniq javobni bilib olasiz. Vaqt ketdi. Demak, sizga berilgan 10 sekund vaqtimiz tugadi. Siz xayolingizda aylangan va ko'rgan javobingizni kommentariyaga yozib qo'yasiz. Endi esa aniq va tiniq javobni bilib oling. Bu rasmda yon tarafga qarayotgan yigitni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, boshini ustida soch o'rniga sichqon, ya'ni kalamush turibdi. Kimki sichqon yoki kalamush deb yozganlar bo'lsa, kirisadiganlar bo'lsa, like bosaman, noto'g'ri javob berganlar bo'lsa, ziyraklikka jaraman. It yoki mushukdagilar bo'lsa, ziyraklikka jaraman. Noto'g'ri javob berganlar, sizlar ham xafa bo'lmang, balkim keyingi safar omadingiz kular video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'zingiz yozib qolaring, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang.